Va sizlarga shu qulupnaylarimizdan bitta yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda bilasizlar 3 xil qulupnay sorti bor. Bulardan Albion, Mandarin, Koreyskiy. Men hozir bularni sizlarga farqini, ta'mini tushuntirib o'taman. Birinchi qulupnayimiz bu Mandarin deb hisoblanadi. Bu hozir o'rtacha holatdagi razmerlari, bundan katta razmerlari ham bor. Buni ta'mi o'rtacha shirinlikda. Buni asosan chokoberri tayyorlaydiganlar ishlatadi. Bu ikkinchi qulupnayimiz Albion deb hisoblanadi. Bu Mandarindan farqi shakli cho'ziqroq va rangi yaltiroq bo'ladi. Albion navli qulupnaylarni chokoberriga ishlatsangiz ham bo'ladi. Ya'ni dasturxonga, ya'ni mehmondorchilikka ishlatsangiz ham bu sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. Keyin buni ta'miga keladigan bo'lsak, buni ta'mi Mandarin navimizdan ozgina shirinroq. Mana bizning eng oxirgi va eng shirin qulupnayimiz bu koreyskiy sort hisoblanadi. Sababi bizda eng shirin qulupnay shu hisoblanadi va sizlarga shu qulupnaylarimizdan bitta yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Koreyskiy qulupnaylarimiz Albion va Mandarin sortiga nisbatan sal ochroq rangda bo'ladi, lekin ta'mi yeb ko'rganingizda og'izda eriydi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlarga qaysi qulupnaylarimiz ta'mi yoqadi? O'z javoblaringizni kommentariyaga yozib keting.